Mana shu Alloh taolaning bir xalqimizning aytgan yaxshi o'gitlari bor. Bilagi zo'r biri yiqsa deydi. Bilimi zo'r mingi yiqadi deydi. Bilimlaringizga, ilmlaringizga Alloh taolo faqat nima deydi? Bundan ham ilmlaringizni, bilimlaringizni ko'paytirsin. Rahmat avvalambor sizlarga mana shu qimmatbaho vaqtlarda emasdan mana men bir najot izlab, bir yordam so'rab kelgandim. Rahmat, mana shu najotimga ham, o'zimning izlab kelgan yordamga ham qoniqarli javob oldim. Bundan qoniqish hosil qildim. Sizlarga katta rahmat. Mana bundan keyin ham har doim mana shundoq nima deydi? El ardog'ida bo'lib, beg'araz xizmat qilish borasida sizlarga Alloh o'zining marhamatini, sog'ligini, kuch-qudratini ayamasin. Har doim shundoq egallagan kasblaringizdan baraka topib yuringlar. Mana xonalaringizda ham odamlaring qadam ranjida qilishini ko'rib, sizlardan najot izlab, hikmat izlab, maslahat izlab kelayotgan odamlar son-sanoqsiz mana odamlarni ko'rib xursand bo'lyapman. Men shu dargohga najot izlab, bir savolima javob izlab, o'shanga yarasha javob olganimdan beadad xursandman. Ishlaringizga Xudo rivoj bersin, omad bersin. Hamma vaqt yurtimiz, xonadonimiz, ishxonamiz tinch bo'lsin. O'zimiz hayotda xotirjam bo'laylik. Alloh hammamizning so'ragan yaxshi maqsad murodlarimizdan, niyat tilaklarimizga, orzu umidlarimizga yetkazsin. O'zimizning kasb-korimizdan baraka topaylik. Xudoyim nima deydi? Hamma joyda ilmimizga, bilimimizga, mehnatimizning samarasiga behisob o'zi muvaffaqiyat, omad, baxt bersin. Allohu akbar. Ko'p gapirdim.